Yangi shahrimizda tekinga o'quv markazi bor. Faqat bandlikka ko'maklashish markazi vaucher orqali. Videoni oxirigacha ko'ring, tushunasiz. Assalomu alaykum. Yangi Baylut Xovos tumani aholilariga tegishli bu. Bizda Yangi bozorda Renessans o'quv markazi ochilgan. Bu ishsizlar uchun. Qolgan ma'lumotlarni Renessans rahbari yetkazdiradi o'zi hozir videoda. Hozir mana rahbarning oldiga keldik. Ismi Kamol. Kamol, endi savol. Bu o'qishga nima hujjat qilish kerak, qayerdan hujjat qilish kerak? Assalomu alaykum hamshahrilar. Biz haqiqatan ham 5 turdagi kasbiy yo'nalishni hozircha ochdik va yana 20 ta yana qo'shilish, xudo xohlasa qo'shilish niyatidamiz. Qo'shishda bular go'zallik, ya'ni salon, ayollar sartaroshi, massaj yo'nalishi, zamonaviy pardachilik va payvandchilik hamda zargarlik yo'nalishlari. Bularda eng avvalambor bu yo'nalishda o'qish uchun siz bandlik markaziga borasiz, u yerdan vaucher olasiz va bepul u vaucher orqali siz bepul o'qiysiz. Kurslar 1 oyga mo'ljallangan bo'ladi kurslar. Siz va yana qo'shimchasiga siz agar kam ta'minlangan reyestrda turadigan bo'lsangiz yoki nogironligi bo'lsa 1 million 200 ming stipendiya ham joriy qilingan bunda. Bu hokimiyat tomonidan bo'ladimi? Albatta bandlik tomonidan. Bandlik tomonidan. Bularda o'qishni ham bandlik ko'maklash tomonidan to'lanadi. Shunday, Yangi shahar kambag'allikni qisqartirish bo'limi tomonidan albatta vaucher olgan holatda kelishadi. Agarda o'sha vaucher olib kelsa, o'shandagina bepul. Ishsizlarga faqat. Shunday, albatta ishsizlarga bo'ladi bu narsa. Yaxshi taklif, ko'ringlar, kim qiziqsa, telefon nomerlarini qoldiramiz, pastda bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Manzilimizni tushuntirsak, mana stadion tomonidan kelganda oltin markazi to'g'risida bu tomonda etik do'zlar tomonidan kelganimizda Yangi shahar bozorining chap tomonidagi darvozasi tomonidan